Maşınız var mı? Ha? Neç kvadrat metre? 158 kvadrat metr. Maşınız var mı? Voy, to'ti badingga kiyiming moslashtirib beydayman. Pulunuz beş çıkken ha? Aychimi emas. Necha kun oldin bank kartamni tekshirsam, 5ning keyindik 0 ni sanashga vaqtim yetmay inib keldim-ku. Xizmatiniz var mı? Hey, onun siz ticaret bilen mi şoğullanmışsınız? Xizmatim bor. Xizmatdan sirt oltin so'ltis qilma. Uy-milik so'ltis qilma adanga. Ticaretiniz beş çıkken. Pek teşcayı gitkensiz mi? Bekmi cho'ng emas. Yaraysız canım. Hemmeni to'liq yadlab bo'psiz. Esingizni chiqaratmang. Kirmayli-chu. Nimishqa? Mening ko'nglimni tushunsangiz, nim bular ay Jamol. Mushtaq deyishdan hojati bormi? Hojati bor. Kiramsiz kirmamsiz? Men Kiramsiz? Men shu yolg'on so'zlamaydiganman. Voy bu kiyib bo'lgan ishlar-ku. To'g'ri, bu emas kiyib bo'lgan ishlar hozir unda emas tursa. Voy o'zingizga bir ishingga cho'qib tirsangiz bo'ladi. Qarangmi, opam bor-ku, meni yaxshi bo'lsin deb bundoq qilib deb qo'ygan gap. Voy, men yolg'on so'zlab ko'nmagandikan, faqat qoplashtiramaydiganman Voy deyman. bu sizning nishoningiz-ku. To'g'ri, bu mening nishonim. U degan nishon, bu degan hozir o'xshamaydigan tursa. Qarang, Ilyar, men sizga ishonmay cho'qqim bo'ladi. Hey, Elima opamning qishi kirganda hargiz chondirib qo'ymoqchimi? Esingizni chin saqlang. Kirmayman bo'ldi. Kirmabsiz? Endi bog'u. Ikkinchi mamlakat ko'rishkichi bo'lmang. Ma'qul, kiray. Lekin boshqa kuni kiraylik-chu. Qiziq gap qilgansiz-ku. Opam sizni keldi deb bo'lgan tursa. Bugun bu men o'lab qaptil deb qo'ygan. Sarang bo'ldingizmi? Nimada qo'rqib qolsiz? Sadi kirmamsiz? Kirmaymiki. Kirmisiz? Amsi xo'sh. Ma'qul, kiray. Qara, üstü-beshim toza ratga maslak turib, men bir kiyimga ishlatdim. Voy, shunda yaxshi turmamdi. Chechib sal bo'lmabdi, chechimni bir. Hey, Ilyar boyatdan satrashqanda 2 soat mi chechozin deb men 2 soat saqladim deyman. Shunda yaxshi turmamdi, ansirma. Men so'q salamlar sal azob qolgan ekan, men berib jiqrab so'q salam ekan. Ya, bo'ldi, yetarli, so'q salam yetarli. Bo'ladi, cho'nglar yaxshi ko'rdi. Ha, buna kelib qoldi. Siz chekinglar. Voy, chekmasam oshqish bor. Hey, ne ko'rsiz? Bak jiddiylik bormi? Nimga jiddiyliksiz? Opam sizni yevatamdi. Voy, suv sorma yevasiz-ku mayli-de. Voyatim evga ketgan gaplar esingizda bordi? Bordi. Ha? Esingizni chin saqlamangmi? Kiring. O'tapmi? Voy, ishdami meni? Voy, ishdami? Voy, Ilyar. Ya, eskisi yo'q. Shunda yangi siliqchi qildim. Siz bak sanatli ishladingiz, ha? O'tiring. Voy, mani sizga kelgan. Az bo'lsin. Voy, nima avorib juratdingiz? Kulayvermay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Bu ikkimiz birga keldik. Endi men sizlarning qanday vaqt kelganinglarni bilmagandikin, tomoqning tayyorlig'ini o'qib bo'lgan. Chiqsamli bo'ladi. Men choy damlab chiqay. Bo'lsa, bir china sovuq suv o'qamiz, qilib ichib olay. Suv? Ma'qul. Voy. Men nada? Kimlarga yursiz deyman? Boyis qilganmanmi? Voy, siz makimimni alishtirib qo'ysam paqqadek yetib oldingiz ayada. Bek adabsiz qildimmi? Bek adabli qildingiz, o'tiring. Hey, senga kirib o'tiring. Eli opam nolda chandırib qo'ymoqchimi? Senga o'tiray. Suv iching. Ilyar, men mevalarni og'ashtirdim. Men choyni boshqadan damlab chiqay. Hey, opam, sizlarni tanishtirib o'tay. Tanishtirib qo'yay. Bu yoq Ilyar bo'ldi. Bu yoq mening opam. Qanday ahvolingiz? Yaxshi to'dingizmi, bolam? Opa deyishki sal boldirlik qalamdiki. Ya men siz degan mamma opam degandim. Sarang bo'ldingizmi? Shundan bo'lib qolgandi men. Elma. Mevalarni ag'ash o'tiraman. Ag'ash o'tiraman. Voy, sen degan bola shumi ya? Voy, shu opa shu. Menda bir qismlar ko'rindi. Yo'qda emas. Odat baxijilchandigdan uni sen bilan birinchi qatim ko'rishmayman, oldin yiqilib tushishini bo'lsa, sen o'zini topolmayotdi, qara.
Tez chiqdi, ha? Uy, tinchlik. Sal turib bo'shilib qoldi, opa, sal turib. Hey, jinim sikasib tuzgarib o'tirma. Endi hayotmi? Oy, elimdan tepshirib. Aman qarang. Men shu Ayjamaldan anglsam, sizni bu yil davlat ma'muriy imtihoniga qatnashdi deydi-ku. Yo'q. Qatnashmadingizmi? Qatnashdim, bu yil ham emas. Har yil qatnashyapman. Har yili? Ay, bu bir qitim o'tib baxmidingizmi? O'tyapman. Ha, undan so'ng nima ishlaysiz? Ishlayapman. Ay, bu qanday gap? Opa, bu bunday gap. U o'z oldiga ish qilma deb imtihondan o'tgan idoralarga bormi deb qara. Voy, o'tgan desam bir idorada ishlayotdi degan-ku. Shu ishlayotgan. Shu o'tganisi so'ragan vaqtingizda men rostli bir idoraga ishlayapman. Lekin hozir ishlayapman. Nima bo'ldi? Qo'g'libyaptimi? Yo'q, qo'g'ilib berdim. Voy, bu qanday gap? Mana gap qarang. Qarasam bu xizmat menga tazam mos kelmaydi ekan daga. Shu men o'zimga mos kelgidek bir xizmat deb qilaydi ekan. Shuning bilan qarab istifa berdi. Shuning bilan. İstifa berdi? Estağfurullah, maballani. Hey, bu hükümetning bir obdan xizmatidan istifa berdi degan qanday gap, ha? Bu zot qanday gap? Hey, men qarang, sizning zot nemishqingiz bor? Mening shu boshqalar buyurgan ishni faqat qilg'im yo'q. Shu o'z oldim egilik tiklab, o'z oldim ishligim bor. Men qarang bilan. Mushu ba'zi gaplarni men udulli so'raveray. Ko'nglingiz ammang, ha? Ayingiz bormi? Keyin cho'qin bo'ladi. Demak, hozir yo'q. Yo'q. Voy, bormi yo'qmi? Yo'q. Voy, Yo'q, bir kvadratni yo'q. Hozir turib qolyapsiz-ku. Siz turib ishorat bilasizmi? Unda bo'lsa uy ilishga yig'ib qo'ygan pulingiz-ku bordi. Bankada 5364 ko'ydek pul bormiki. Ani bo'lsa yarim kvadrat metr uy yog'idek pulingiz bor ekan bo'lmasa. Hey, bunda boshqa narsangiz bormi? Bunda mashina degandek. Voy, opa! Oy, ada, acha. Astagfirullah. Ha, dada berma, ada. Maqrang ada. Meni faqat sizga yolg'on gap qilgim yo'q. Hozircha mening shu nechilik o'qigan o'qish tarixim bilan tan salomatligimdan boshqa hech nimam yo'q. Ishonamanki, siz degan narsaning hammasi keyin cho'qin bo'ladi. Ag'ash o'tiring, ag'ash o'tiring. Men kirib tomoqqa chiqay, ha? Voy, opa. Opa. Sana bo'ldingizmi? Voy, bo'ldi. Voy, hamma rost gapni demayaptiniz-ku. Voy, bir rost gap qilgan deb sarang ulamda. Hey, hozircha bor deb tursangiz, keyin yo'qni baqsaq tegmadimi deyman. Ayjamal, men sizni bu aldab yolg'on gap bilan elib olsam, odam sodi qildi, odam sodi keldi deb yimparqim qildi meni. Hey, Xudoyim, endi opa bu narsa yo'q deb. Ishimizni qo'yishni qo'shimiz qanday qilamiz endi? Opa, siz ayaga yuramdi, yoki sotamdi. Chiq qilmama. Ya meni bilasiz-ku, men odatimda o'lakdak to'g'nim bilan tirilib qolsam jahannam beshim kiyman-ku men bu. Sizni olsammi olaman Ayjamal, olmasammi olaman. Lekin opangizlar dadangizlar rozi qilib, ondan olaman. Siz choy ichgach o'tirgan, opamning qishiga kirib chiqay. Nechib proшу. Ben geldim. Keldingizmi? Qani, o'tiring. Siz kim bo'lsangiz? Men adam yo'qlab kelgan. Adam ne? Oturun. O'tiring. Oturun. O'tiring. Oturun. Adınız kim buldu? Adam ma'val etgan, tunigan, Uğra! men o'g'ri emas. Sen kandak geldin bu bölge? Ya meni kim başlab bilib. Başla! Ha?
Vatır senin şehir kumat gide. Oy, yak. Oy. Ne kaçsa? Yak, tağa, meni xata tushirib qaldingiz. Men o'g'ri emas. Xata tushunib qaldınız. Voy, tağa, rost meni xata tushirib qaldingiz. Men o'g'ri emasman. Yaştırıp kılgaç tapamadımsa, ha? Sen oğlunu al. Astagfirullah, tağa, men o'g'ri emas. Unda O'g'ri? voy, tağa meni xata tushirib qoldi. Voy dada, u o'g'ri emas. Oğlumuz boyu qanda kirdi. Buni men boshlab kirgan. Voy, bekaslar. Oy, aldırmay, ha, ne buldu? Voy, Ayjamal degan yilqi shukan. Qava, Voy, yilqicha, yilqi. qaysi yılqı? Voy, Ayjamal bilmagan yilqi bola. İlyarcan mı? Sizlar ismini qanday bilalar? Oy! Assalamu alaikum. Va alaykum assalom. Kelin, oturun. Opa, bu ishlar dadamga o'tir. nima deyaptim-ku? Nimaga? Men şu hazır şu sizin dadınız bilen bu sizlarning to'y ishinglar to'g'riliq paranglashib keldim. To'yishinglar? Voy, yana nima bo'ldi? Ha? Hey, sizlar nari yurib, Mabalning dadasi bilan to'y ishini so'zlashibsizlar, ha? Men ishni boshqadan o'ylashimsaq bo'lmadi. Hey, Mabalning o'tirayotgan uyimi ijara ekan. Hey, nimani o'ylaysan, nimani? Men o'ylashib bo'ldim. Qarang, İlyarcan. Dadınız bana hammini dedi. Siz 3 qatim davlat ma'murlik imtihoni berib, 3-chi qatim o'tib, o'sha ishlashni xohlamabsiz. Ha? Onangiz sizga uy olib beray desa, shu uy olgan pulni menga bersanglar, o'z oldimga egilik tiklab, sizlarning holinglardan xabar olsam debsiz. Endi shu onangiz sizni ziyon tortib qolarmiki deb u pulni bagiga unyapti. Şunu bilan siz bir ish qilay desangiz qildiganga dasmi yo'q. Mushtaq o'tirib qolsiz. Men dadingiz mening qishim kelib, mushu sizga uy atpamoqchi bo'lgan 800 ming qo'y pulni mening oldimga qo'yib, mendan qiz so'radi. Men u pulni sizlarga berishni aytdim. Men ota-onangizdan, sizdan intayin rozi bo'ldim. Shuni bilan men dadingiz bilan maslahatlashib, sizga avval 300 ming yuan pul berib turgan bo'ldim. Şunu olan bir iyilik tiklep bakın. Yaş olan deyken tirişkandılar kırılmaydığa iş yok. Ne oldu? İcara öyle otasın ne baptı? Yaş olan deyken hazır icara öyle oturup durup. Kiyin pul tapkan deyken daha çağ Gonçan situasyon buldu. Men siz qanday rahmat aytaman? Rahmetli yetişkasel buruluk buldu. Ama dadınız öyle bir kelse sizden bir mesletlişliğe şu at diye diyemdi. Unda bo'lsa men hozirlan berib dadam bilan ko'rishay. Qoldi gap. Ben bir tamakni yevdim bala. Tamoqni keyin jiqib olaman saga. Men oldindan berib dadam bilan ko'rishay. Qoldi gaplar bo'lsa keyin paramchamiz. Rahmat sizga da. Men ustib qo'yay. Ma'qul. Voy, bir bekaslar. Voy, yana nima bo'ldi? Ay, bu qarab turib qizimizni ya uy yo'q, ya mashinasi yo'q, ya puli yo'q birisi beramdi. Әмсе, мұшы ата-анасының тапқан тәгін не айдыған, елік бекаталетләг берем тұқамсы, мұшы өзі ішлеп жапатат тапқан бір қой пұлының, 100 қой пұлдәк күшуа дейме. Сән немені білді таңы саңы өйдің талағы шықмай отырып саңы сән дүр кетті мұны. Тамақ түсті ма? Құсығын бәке чіп кетті мененке. Gipin qara. Hey, әттіден кәшкішіма ойның ішini kim qatıdı, ha? Tamaqni kim iti atıdı?